Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz bugungi ish jarayonimizni boshlab oldik. Bugun qiladigan ishimiz transformatordan xonadonimizga alohida liniya tortib kelamiz. 3 faza. To'rga 35 kabel, 470 metr masofadan. Stalbaga tortish jarayonlari ham boshlandi kabellarda. Xudo xolasa boshlab oldik. Kabel tortish jarayonida 3 ta stalbamiz bo'ldi. Manzarani qaranglar, manzarani. Manzara ulug'. Sherilarni olyapmiz. Yana 7 ta stalba qoldi. Xudo xolasa. Uchini olib olish kerak edi kabelni. Boshqa iloji bormi? Primusga aytsa, aqbaqni aytdi, aytdi. Hurmatli yetishmayapman, xato qilyapman. Aytaman. Shu qora kabel bizniki. Oxirgi stalabimizga ham kabelimiz tortib bo'ldik. Endi pastdan segerlash qoldi.